Doktor, bugun rostini aytasizmi, yoqimsiz bo'lsa ham? Erektil disfunksiya. Bu o'zbekchasiga aytganda jinsiy zaiflik. Vaqtida uxlash yo'q, vaqtida ovqatlanish yo'q, to'g'ri ovqatlanish yo'q, jismoniy harakat, sport yo'q, zararli odatlar to'lib yotibdi. Qanaqa bu davolanadi shunda? Bu eng oxirgi vihit va bu jarrohlik yo'li bilan davolash usuli hisoblanadi. Yo'q. Assalomu alaykum. Bugun erkaklar fiziologiyasini batafsil biladigan mutaxassis bilan suhbat qilamiz. Urolog-androlog, reproduktiv salomatlik va erkaklar salomatligini mutaxassisi. Xalq orasida yurgan gaplarni rad etib va bu mavzuda bemalol gapiradigan shifokorimiz. Kutib oling, doktor Furqatov Akbarshoh. Ilmiy maqola va Tosh oyna podkasti va 100% erkak klubi loyihasi muallifi. Xalqaro ta'lim dasturlari a'zosi hamda doktor Akbarshoh nomli o'z klinikasini tashkil etganlar. Assalomu alaykum azizlar, men doktor Akbarshoh, urolog-andrologman va urolog xirurgman. Shunday podkastga taklif qilsizlar, juda ham xursandman, rahmat. Bu qanaqadir bizni sohaga qiziqish borligini bildiradi, rahmat, juda ham. O'ylaymanki, bugun bizga juda kuzatuvchilar tomonidan berilgan qiziq savollar berilsa kerak. Boshlasak bo'ladi? Doktor, bugun rostini aytasizmi, yoqimsiz bo'lsa ham? Bugungi mavzu erkaklarni uyaladigan mavzusi ekan. Odatda bu savollarni yoki umuman bu mavzuni erkak kishi so'raydi. Endi sizga ochiq oydin aytishga harakat qilaman maksimalni, chunki bu mavzuni, bu videoni ko'rgan erkaklar bilsin, что yo'li borligini, bu oxirgi berilgan jazo emas, buni davosi borligini bilib olsin videoni ko'rib. Shuning uchun savollarni beravering, ochiq oydin, maksimalni bilimimni berishga harakat qilaman. Shu videoda ko'rsin. Keling, boshidan boshlaymiz. Va dastlab erektil disfunksiya nima ekanligini bilib qolamiz. Hop. Erektil disfunksiya bu o'zbekchasiga aytganda jinsiy zaiflik. Eski termin bor, bu impotensiya. Impotent degan termin bor edi. Erektil disfunksiya bu ereksiya degan so'zni amalga oshmasligi. Ereksiya bu jinsiy holatni qo'zg'alish. Ereksiya amalga oshmasa, bu erektilni disfunksiya, ya'ni funksiyasini buzilishi, ereksiyani funksiyasini buzilishi erektil disfunksiya deyiladi. Ereksiya o'zi qanaqa amalga oshadi erkak kishida? Erkak kishida jinsiy maylni qo'zg'atadigan, hirsini qo'zg'atadigan o'sha bilmadim, holat, vaziyat, rasm, video, ovoz, shunga o'xshagan kasaniyami, o'sha teyishimi, hamma narsa ereksiyani chaqirishi mumkin. Qanaqa chaqiradi? Ko'z orqali ko'radi, burun orqali hidini sezadi, quloq orqali ovozni eshitadi, kasaniya qo'li bilan tegadi, his qiladi va labi bilan his qilgandan keyin miyasida reaksiyalar kecha boshlaydi erkak kishini. Bu reaksiyalar, kimyoviy reaksiyalar orqa miya orqali, ya'ni belimizning umurtqa pog'onasi ichidagi orqa miya orqali pastdagi jinsiy a'zolar hisoblangan prostata beziga bo'shashishiga va jinsiy holatga qon borishini ta'minlaydi. Va ereksiya, ya'ni qon kelishi hisobiga, qon o'z-o'zidan kelmaydi. Jinsiy holatning ichida suyak tog'a yo'q, uning ichida qo'pol qilib aytganda o'zi kavernozniy telo degan termin bor. G'ovaksimon tanachalar, xuddi qo'pol qilib aytganda pachoqlangan bakalashkalarga o'xshagan narsa. O'shalarning ichiga qutti bosimda qon keladi. Ular piq isha boshlaydi, shuning hisobiga ereksiya yuzaga keladi. Endi shu proses, mana shu jarayon amalga oshmasa, buni erektil disfunksiya deyiladi. Bu muammo qaysi yoshda boshlanadi va hozirgi paytda nimaga aktual va nimaga yosharib ketgan deb savollar chiqayotgan ekan. Bu rostmi? Xo'p, to'g'ri savol beryapsiz. Nima uchun bu hozir yosharyapti bu kasallik? Bitta bu kasallik emas, boshqa kasalliklar ham yosharyapti. Va bu qaysi yoshda uchraydi? Bu 35 yoshgacha uchrashi mumkin, 35 yoshdan baland insonda ham uchrashi mumkin. Luboy erkak kishini, ixtiyor erkak kishini yoshida uchrashi mumkin. 18 yoshdan keyin, ya'ni jinsiy hayot boshlangan, jinsiy gormonlari shu ko'p ishlab chiqarilgan va o'zi xuddi multik Mowgli bor-ku, chimga sig'mayman deydi, shu Mowgliga o'xshab shu qoni qaynargan yoshdan boshlab o'sha 90 yoshgacha bo'lishi mumkin bu narsa. Ereksiyasi bor bo'lgan, ixtiyor o'sha aloqaga bo'lgan ishtiyoqi bor bo'lgan erkak kishida shu ereksiyasini buzilishi kuzatilishi mumkin. Buni ikki xil turi bor o'zi. Ikki xil turi, oddiy ruhiyatga bog'liq turi bor, organik, ya'ni jinsiy a'zoni ishlashiga ta'sir qiladigan boshqa a'zolarning buzilishi, ya'ni organizm ichidagi organlarning yetishmovchiligi hisobiga kelib chiqadigan turi bor.
ruhiyatga bog'liq turini, psixogenniy turini biz davolamaymiz. Urolog androlog davolamaydi. Uni psixologlar, seksologlar, psixoterapevtlar davolaydi. Вот mana bu organik turini yoki boshqasiga aytganda somatik tur deyiladi. Tanadagi a'zolarning buzilishi hisobiga kelib chiqadigan turini biz davolaymiz. Unda nima bo'ladi desangiz, unda bu turda qon aylanishi buzilishi mumkin jinsiy a'zolar atrofida. Bu varikoz deysizmi, bu jinsiy a'zo, ya'ni половой chlenni, jinsiy olatni tomirlarida muammo. Masalan, sal yoshi kattaroq inson desangiz, insult, infarkt o'tkazgan bo'lishi mumkin, yurak yetishmovchiligi, miyada qon aylanish buzilishi hisobiga. Qandli diabet juda ko'p mana yoki xolesterin miqdori oshgan hisobiga semizlik hisobiga kelib chiqadigan erektil disfunksiyani o'sha somatik turlari, ya'ni organik turlari yoki shamollash, jinsiy a'zolarda to'layapti shamollash, xohlagan a'zoni shamollab qolishi mumkin. Bu moyak deysizmi, bu jinsiy a'zo prostata deysizmi, jinsiy olatni o'zimi, sidik qopimi, buyragimi shamollash 10% ga tushirishi mumkin jinsiy olat kuchini. Endi shamollash bor bo'ldi, jinsiy olat turmaydi degani emas. Endi 35 yoshgacha jinsiy a'zoni buzilishi, erektil disfunksiya ko'proq psixogenniy turi uchraydi deb kitobda aytiladi, lekin hozirgi zamonda bu hozir psixogennisi ham, somatiki ham aralashib kelishi mumkin, ko'paygan. Aralashib kelishi nimaga desangiz, hozirgi turmush tarzi buzilgan. Hozir ko'pchilik erkaklar tirikchilik bilan, ya'ni o'sha biznesimi, o'sha ishimi, mehnatimi shu bilan ovora, sho'ng'ib ketgan ichiga. Vaqtida uxlash yo'q, vaqtida ovqatlanish yo'q, to'g'ri ovqatlanish yo'q, jismoniy harakat, sport yo'q, zararli odatlar to'lib yotibdi, ichish chekish deysizmi, hammasi bor. Ja bo'lmasa energetiklar bor. Kuniga bir mahal energetik. Mana shular hisobiga hozir kasallik yosharyapti. O'zi bu 45 yoshdan keyin, 50 yoshdan keyin kelib chiqadigan kasallik va ularni davolash uchun o'zi yurak uchun beriladigan dori hozir ularga shu jinsiy olatni kuchini oshirish uchun beriladigan doriga aylangan. Bu o'sha hamma bilgan Viagra. Shunga o'xshagan dorilar. 45 yoshdan keyin beriladi o'zi erkak kishiga, чтобы jinsiy olatni qonlashini yaxshilash uchun. Buni hozir 18 yoshdan keyingi bolalarga ham berishga majbur bo'lishmoqda. Yoki o'zi avtomatik ravishda so'ramasdan, mustaqil ravishda borib aptekadan olib ichyapti. Qanaqadir zararli tomonini his qilyapti, nojo'ya ta'sirini his qilyapti. Qanaqa bu davolanadi shunda? Bu davolanishi eng asosiy qismi hisoblanadi. Bemorga, patsientga mana tushuntirib berasiz, bunaqa bo'ladi desangiz, "Xo'p, qanaqa davolanadi bu? Davosi bormi o'zi? Yo'q, menga Xmi hayotimga, yo'qmi menga?" deyishi mumkin. Yo'q, davolanadi. Hurmatli erkaklar, bu davolanadi, bu kasallikka davosi bor. Oxirgi yo'lini ham aytaman, birinchi qilinadigan yo'lini ham aytaman. Eng birinchi qilinadigan yo'li o'sha yuqorida aytganimdek tabletkalar berib ko'riladi. Tabletkalar yoki o'sha qanaqadir manipulyatsiyalardan oldin albatta bemorni, shu kelgan bemor murojaat qilib keldimi, shikoyat bo'lyaptimi, yaxshi qo'zg'almayapti deyaptimi, shikoyatidan kelib chiqib kerakli tekshiruvlar qilinadi. Qon analizi topshiriladi, mana gormonal fonni bilish uchun uzilar qilinadi, hattoki kerak bo'lsa jinsiy olatini uzi qilinadi, dopplergrafiya deyiladi. Moyaklarni uzi qilinadi, o'sha kichik tos a'zolarning ichida qon aylanishi buzilmaganmi? Keyin kerak bo'lsa hattoki kontrastli tomografiya ham qilinadi. Shamollashni inkor qilish uchun o'zini jinsiy suyuqliklarini topshiradi, mana spermogramma deyiladi. Bular topshiriladi, keyin ko'riladi. Mana qattiq muammo. Agar prostata bezida shamollash bo'layotgan bo'lsa, urug'ida shamollash hujayrasi chiqadi. Unda aytiladi, shamollash hisobiga bo'layotgan ekan, balki deyiladi. Balki bu ham har doim emas, chunki yuqorida aytdim-ku, 10% ga tushiradi. Hozir keyingisi bu gormonal fonda. Agar gormonal fonda muammo o'tgan bo'lsa, qaysi gormonlar ta'sir qiladi erkak kishiga? Buni ham so'rash mumkin eshitayotgan odam. Nima gormon? Agar vrachga borsangiz, andrologiya bilan shug'ullanadigan vrach bo'lsa, shu kerakli gormon topshiradi. Agar shug'ullanmagan odam bo'lsa, unda hamma gormonlarni topshirib ko'radi. Bu конечно bemorga bunoqulaylik. O'sha aniq keraklilari jinsiy olatni qo'zg'alishiga ta'sir qiladigan yoki uni oshiradigan, pasaytiradigan asosiy gormonlar bor. Bu testosteron gormoni. Bizning testosteron erkaklik gormonimiz. Bu sizlarning estradiol gormoninglar, ayollik gormoni va bu prolaktin degan gormon. Ayol kishida ham, erkak kishida ham bu gormonlar bo'ladi. Mana shu gormonlarni muvozanatini buzilishi hisobiga kelib chiqishi mumkin. Keyingisi qon aylanishi buzilishi. Bilib oldik-ku, qaysi biri gormondami, qon aylanishdami, shamollashdami, tushuntiriladi bemorga. Mana shunaqalar bor ekan. Keling, mana bunisi sizda ko'proq ekan, mana gormon buzilibdi. Masalan, erkaklik gormoni pasaygan.
Erkaklik gormoni pasayishi nima hisob kelib chiqadi deb so'raydi. Agar eshitib turgan bo'lsa, mana eshitmayotgan bo'lsa, nima qilay deydi. Nimaga pasayadi degan savol to'g'ri savol. U qayerda ishlab chiqariladi erkaklik gormoni? U moyaklada ishlab chiqariladi, ya'ni tashqi jinsiy a'zoda. Moyaklada ishlab chiqarilgani uchun boshqa joyda ishlab chiqarilmaydi, faqat miyadan moyakka prikaz beriladi, ya'ni ishlab chiqarilsin deb. Agar moyakka o'zida qon aylanishi buzilsa, krablasheniyasi buzilsa, u quriy boshlaydi, kichkinlasha boshlaydi. Kichkinlasha boshlagan uchun uni chiqaradigan testosteron gormoni kamaya boshlaydi. Testosteron gormoni kamaysa, erkak kishida shash tushib ketib qoladi, lanj, bo'sh, ertalab turgisi kelmaydi, kechqurun yotgisi kelmaydi, vazni orta boshlaydi, borgan sari tushkunlikka tushadi, kechqurun siyganib tura boshlaydi, jinsiy xohish pasayib ketadi. Oldin har kuni 2-3 marta bo'lgan bo'lsa, har kuni bo'lgan bo'lsa, aloqa agar jinsiy hayotda bo'lsa-da, endi bir haftada bir marta, 2 haftada bir marta bo'layotgan bo'ladi. Endi uylanmagan yigitlarda jinsiy hayotda bo'lmasa, buni boshqacha variantlarini, ya'ni jinsiy holat turishini emas, lanjlik, bo'shligini his qilishi mumkin, charchog'i, hech narsa yoqmasligi, odamovi bo'lib qolishi, depressiya tushib qolishi, vazn ortayotganligini his qiladi. Uylangan yigit srazu jinsiy hayotdan boshlaydi, muammosini aytadi. Mana shu gormonni ishlab chiqaradigan tuxum kichkinlashib boshladimi, endi biz tashqaridan berishimiz kerak emas gormonni. Chunki tashqaridan agar biz gormon beradigan bo'lsak, testosteronni o'zimizda ishlab chiqarish to'xtab qoladi. O'zimiz dangasa bo'lib qoladi, moyaklarimiz chiqarmaydi. Chiqarmadimi? Demak, bu patsient doimo tashqaridan olish kerak bo'ladi ukolni. U testosteronni ukoli bor, tabletkasi bor, geli bor, har xil bir oyda olinadigan, 6 oyda oladigan ukollari bor. Tanaga suriladigan geli ham bor uni. Ichadigan tabletkasi ham bor. No, vechnicha yuravermaydi buni. Bironta sababini qilish kerak-ku. O'zimdan ishlab chiqarishini ta'minlasa bo'lmaydimi degan to'g'ri savol berib qo'ysa, unda eshitayotgan bo'ladi, yana siz alda aytgandek. Tuxumda qon aylanishi buzilsa, demak krablasheniyya buzilsa, ular quriy boshlaydi va testosteron kamayadi. Nima qilish kerak? Qon aylanishini yaxshilash kerak. To есть qon aylanishini buzgan sababni yo'qotish kerak. Bu masalan 2-3 darajadagi varikozlar hisobiga. Qon tuxumda. Lecheniyasi birinchi o'sha sababidan kelib chiqiladi. Teoriya bo'yicha birinchi konservativ terapiya ko'riladi, ya'ni tabletkalar bilan. Jinsiy quvvatni oshiradigan BAT preparatlar, bioaktiv dobavkalar, vitaminlar, shunaqa afrodiziaklar beriladi, ashvaganda degan shunga o'xshagan yoki quruq mevalardan tayyorlangan massani yeb ko'r deyiladi, shunaqalarni taklif beriladi. Agar yaxshi yordam bersa, ichib yurur deyiladi. Ichib yurur, yordam berdi, choy ich, dam ol, keyin yana ichur deyiladi. Lekin yordam bermaydi. Sababi boshqa narsa bo'lsa, mana masalan qon aylanishida bo'lsa, yordam berish ehtimoli juda past. Qon aylanishi buzilgan odam testosteron ko'tarishga harakat qilib dorilarni ichirsa, o'zi testosteroni baland bo'lishi mumkin-ku. Konservativdan keyin o'tiladi уже manipulyatsionni. Qanaqa manipulyatsionni? Manipulyatsiya degan bu muolaja, demak shu jinsiy holatni o'zini atrofida muolajalar. Qanaqadir meditsinsk texnikalar qilinadi. Masalan, jinsiy holatni o'ziga, ya'ni polovchilikni o'ziga inyeksiyalar qilinadi. PRP terapiya degan narsa bor, butun dunyoda qilinadi, O'zbekistonda ko'p joylarda qilinmaydi, eshitmagan ham. PRP terapiya degani bu zardob tarkibidagi, plazma tarkibidagi trombositlar degani. Trombositlarning vazifasi yangi hujayralarni ishlab chiqarish, obnovlение qilish degan vazifani bajaradi. Bu plazmadan ajratib olinadi. O'sha odamning o'zidan plazmasidan ajratib olinadi, olib polovchilikka inyeksiya qilinadi. Ichkaridagi haligi aytgan bakalashka deymiz, sizga qo'pol aytganda, qo'shtinnochadagi bakalashkalanchadagi qon aylanishni yaxshilagan uchun yaxshi qon kela boshlaydi. Yoki lot terapiya bor. Polovchilikka apparat taqiladi, vakuum sozdasi qilib tortadi, ultrazvuk beradi, shu qon yaxshi kela boshlaydi. Vakuum nasos beriladi, o'zi uyda qiladi erkak kishi. Aloqadan oldin jinsiy holatga taqib, vakuum sozdasi qilib, отрицательный давление hisobiga o'sha holatga qon kela boshlaydi. Holat qo'zg'algandan keyin aloqasini qilib oladi, keyin yana uxlab qoladi. Bu diskomfort erkak kishi uchun. Endi bu narsalar yordam bermasa-chi degan savol bo'lishi mumkin. Men bularni qilganman degan bo'lishi mumkin. Oldingizga kelsa-da, men qilib bo'lganman bularni, foydasi bermagan chiqarsa desa, unda bemorga falloprotezирование tavsiya beriladi. Falloprotez bu protezni implantatsiya qilish. Jinsiy holatning ichidagi haligi aytgandek bakalashkalar dedim-ku, tabiiy bakalashkalar. O'sha bakalashkalarni olib tashladi, operatsiya qilib, o'rniga sun'iy qo'yiladi. Sun'iy protez qo'yiladi. U nomiga qarab bir komponentli, 2 komponentli, 3 komponentli degan nomlari bor. Yana ham chuqur aytadigan bo'lsak, o'zi bukiladigan, knopkada bukiladigan yoki doimiy bukilib turadigan
qo'pol aytgan qo'shtirnoqchilik haligi kavernozning tellar bilan sun'iy. Bu eng oxirgi vixit. Eng oxirgi hech narsa ta'sir qilmadi. Hamma narsani qildi. Anaqani qo'yi tuxumini ham yeb yutib yubordi, lekin hech narsa qilmadi, ta'sir qilmadi. Dorilarni hammasini ichdi, ukollarni ham oldi. Hech narsa bo'lmayapti. O'shanda o'sha falloprotez tavsiya beriladi. Konservativ davo berdik, ta'sir qildi, yaxshi ketdi, bemor qanchadir vaqtdan keyin keladi. Agar u kamaydi, yoqmayapti desa, unda biz manipulyatsionni metod tavsiya beramiz. Masalan, PRP terapiya. Uni qilamiz, 6 oy, 12 oygacha zo'r ta'sir qilib turadi, yaxshi yuradi. Yoqsa yana kelaveradi 6 oydan keyin. Bu ham yordam bermadi desa, unda biz falloprotezирование tavsiya beramiz. Mana protez qo'yib beraman. Bo'ldi, yuraveradi. Bu eng oxirgi vixit va bu jarrohlik yo'li bilan davolash usuli hisoblanadi. Operativniy davosi. Bu yo'ldan boshqa yo'l yo'q. Bu usul eng oxirgi nuqtasi va bemor bu bilan qoniqadi. Nimaga desangiz, bo'ldi, u o'ylamaydi. Tabletka ichib olishim kerak aloq qilishdan oldin, ukol olishim kerak 6 oy bo'lyapti deb o'ylamaydi. Endi xohlagan vaqtida, xohlagancha aloqa qilaveradi. Chunki protez ta'sir qilmaydi urug' chiqishiga, evakuatsiyaga. Protez bo'shroq bo'lib qolmaydi, holat qo'zg'alib, slabiy bo'lib qolmaydi. Prosta turadi, yotadi. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa muammosi yo'q. Bitta единственный joy bor. Nobodo juda ham jo'stkay aloqa bo'lib ketib qolsa, protezni sindirib qo'yish mumkin. Yo'q. Sindirib qo'yish mumkin agar sifatsiz qo'yilsa, chunki podpolniy ishlab chiqariladigan turlari ham bor. Haqiqiy o'sha bostonskiy protez qo'yadigan bo'lsa, amerikanskiyni u sinmaydi. U yirtib chiqib ketishi mumkin. Palovochilikni yirtib chiqib ketishi mumkin tashqariga. Shuning uchun eng oxirgi vixit agar hech qaysi usullar, yuqorida aytgan usullar hech qaysi yordam bermayaptimi, unda protez qo'ysa bo'ladi. Qo'zg'almayapti desa. Lekin yana bitta joyi bor. Organik turini исключать qilishdan oldin psixogenniy tur emasmi deb исключать qilish kerak. Ya'ni psixosomatika emasmi bu yerda, ya'ni ruhiyatga bog'liq qo'rquv voqea emasmi? Agar unga bog'liq turi bo'lsa, buni psixoterapevt tasdiqlab beradi, o'zi davolaydi. Unga bog'liq turi bo'lsa, siz protez qo'yib bersangiz ham qoniqmaydi. Ereksiya bilan bog'liq muammolar ko'proq fiziologiyami yoki psixologiyami? Psixologik va fiziologik muammodan qanday farqlash mumkin? Bularni bir-biridan ajratib olishi yo'li bormi desangiz, bemor o'zi, patsiyentni o'zi uyda o'zini shikoyatlarini o'ylab ajratish mumkin, lekin xato qilayotgan bo'lishi mumkin. Chunki uyda u anasi topshira olmaydi, o'zi qila olmaydi. Vrachga boradi. Birinchi navbatda u urologga boradi. Urolog-andrologga boradi va urolog-androlog uni oldin eshitishi kerak. Ko'pincha eshitishmaydi vrachlar. Shunaqa yaxshi turmayapti, yaxshi qo'zg'almayapti, cho'ta bo'lmadi va shu uyalib qoldim desa, bo'ldi. Men bilan topshir bo'ldi, bor deydi. Uni eshitish kerak. Shunda eshitganda 15 minut, 20 minut davomida uni savollar, aylantirib o'tadigan savollar, chalg'ituvchi savollar, balki aldayotgandir, balki bizani kasal vrach aldayotgan, balki sinayotgandir, balki umuman unda bunaqa muammo yo'qdir. O'shaning uchun chalg'ituvchi, aylantiruvchi savollar bor. Buni psixologik erektil disfunksiyami yoki fiziologik disfunksiyami? O'shandan ajratib oladigan. Misol uchun eng oddiy, masalan, oddiy savol beriladi, eng oddiy, ajratib beradigan srazu kasal uni aytibdi, men xasta turmayapti, yaxshi qo'zg'almayapti, bo'lmayapti, va shu umuman qo'zg'almayapti, va shu tushkunlik oldim deganda bitta savol beriladi. Boshqalarga nisbatan ertalabki ereksiya bormi? So'raladi. Ha, bor desa, bu psixogenniy. Deyaverasiz srazu. Chunki ertalabki ereksiya borligi bu o'sha aloqa vaqtida qo'rqayotganini bildiradi. Aloqadan oldin qo'rqayotganini, voqifga tushayotganini, o'zida hayajon borligini, qanaqadir navashviy ideyalari borligini, stress borligini bildiradi. Ereksiya bormi deymiz? Ha, bor desa, ko'proq psixologik savollar bera boshlaysiz. Psixogenniyga taqib borishingiz, masalan, ayolingiz bilan munosabatingiz yaxshimi? Partnyoringiz bilan munosabatingiz yaxshimi? Uni vazni katta emasmi? U sizga aytmaydimi? Masalan, muncha kichkina, voy bu namuncha tez tugatdingiz degan gaplarni aytmaydimi? Degan savollar berib qo'yamiz. Shunaqa gaplar psixogenniy erektil disfunksiyani chaqiradi. O'zini tanasiga bo'lgan ishonch yo'qolib qoladi bunaqa gapdan keyin. Masalan, bo'ladi vaziyatlar, aytib ketaman sizga. Kelishadi patsientlar, uylanmagan, 2 ta yoki 3 ta ayolga borganda, endi qizlarga borgan. Uchalasi ham namuncha kichkina buningiz degan gap aytishganda, endi olib kirib ko'rganingizda unaqa emas o'zi. Bu ta'sir qilganda bunga, bu endi qo'rqyapti 4-odamga borishga. O'zim qo'rqma bor, o'zida qo'rqma bor. Qo'rqadi, что bu 4-siga borsa ham, mana idealiga bordi, zo'riga, baribir unda ham shunaqa deb aytadi deb qo'rqadi. Hatto unaqa emas. Olib kirib ko'rganingizda umuman emas. Shunaqa vaziyatda sirazu o'z lecheniya ham keta boshlaydi. Olib kirib ko'rganingizda psixologik unga siz madad berasiz, madad. Ya'ni, yo normalniy hammasi deysiz. Muammo emas, razmeri yaxshi desangiz, bo'ldi, o'zi kelib qoladi. Shundan ajratib olasiz. Agar
yo'q, ertalabki ereksiya yo'q desa, все. Demak, organichеский. И sekin organichkagani, ya'ni fiziologический o'zgarishlarni tekshirishga ukolni berib, uni savollarni bera boshlaysiz. Misol uchun, siz ichda muammo yo'qmi yoki partneringiz shamollab qolmaydimi ichkariga agar masalan urug' tashiydigan bo'lsa. Yana 2-12 joy bor. Ya'ni aytish mumkin-da. Bir gal yaxshi, bir gal yomon ertalabki ereksiya. Bir gal bo'ladi, bir gal bo'lmaydi. Bir gal slab ereksiya bo'ladi ertalab deydi. Bir gal вообще bo'lmaydi deydi. Bunaqada aytishingiz mumkin, ikkalasini ham beraverasiz, ikkala savolni ham beraverasiz. Aytishingiz mumkinki, bu смешанный erektil disfunksiya, смешанный, ikkalasi aralashib keladi. То есть shamollash hisobiga bir marta olati qo'zg'almay qoldi yoki 2 marta qo'zg'almay qoldi yoki slab qo'zg'alyapti. Bu unda miyasida keyingi aloqaga bo'lgan qo'rquv paydo qilyapti. Bir-biri bilan aralashib kelyapti. Qo'rquv yo'qotaman desangiz, shamollash ketmaganda, baribir yana shunaqa qo'zg'alish qiyin bo'ladi. Shamollash ketqizdingiz, lekin qo'rquv ketmadi. Unda shamollash ketqizdingiz, lekin qo'rquv bordi. Yana shunaqa bo'lib qolsa kerak deb o'ylaydi. Shuning uchun parallelni bu odamni psixoterapevtga ham jo'natish kerak. Uni ham eshitish kerak. U ham psixoterapevt ozgina madad berish kerak, ozgina tushkunlikka tushgan bo'lsa, uni chiqarishga harakat qilish kerak bo'lsa, gipnoz qilish kerak bo'lsa, psixotropnik dorilar berish kerak. Psixolog emas, seksolog, psixoterapevt. Chunki psixolog dori yozolmaydi. Psixolog faqat quruq gap eshitib o'tiradi, maslahat beradi. Quruq gap eshitadi, maslahat beradi. Quruq so'zli. O'zbekistonda, Toshkentda masalan, erkaklarga quruq so'zni o'zi bilan davolasangiz yoqmaydi. Nimadir berishingiz kerak, vitamin berishingiz kerakmi yoki jamoz поддерживающий yoki tushkunlikdan chiqaradigan yoki ozgina bodri qiladigan berish kerak bo'ladi. Boshqa ilojsiz bo'lmaydi erkaklarda. Stress, charchoq va uyqu ereksiyaga qanday ta'sir qiladi? Bu yomon ta'sir qiladi. Yaxshi ta'sir qilmaydi. Agar noto'g'ri ketayotgan bo'lsa. Endi doimo erkaklar qabul kelganda men so'rayman-da, savollarning ichida oddiy savollar. Nechida uxlaysiz deb so'rayman. Hozir erkaklar shu 3-4, uyqu rejimi yo'q, 3-4 da uxlayman. Yo'q, вообще не нормированный rejimda deydi. Xohlasam 12 da o'taman, xolasa 9 da o'taman, xohlasam ertalabgacha uxlamayman deydi. Uyqu ta'sir qiladi. Uyquni yetarli va kerakli vaqtda bo'lishi erkaklik gormonining balansini ushlab turishga, stress gormonlarini ishlab chiqarilmasligi, tanani mushaklarning dam olishiga, miyani dam olishiga ta'sir qiladi. Kech yotadigan, uyqu umuman bo'lmaydigan odamlarni tanasida protsess eskira boshlagan uchun qarilikka o'xshab ajinlar tusha boshlaydi. O'zi uyquga to'ymagan, uyqu yaxshi emas, yoshi ham katta ko'rina boshlaydi, o'zi ham charchagan bo'lib ko'rinaveradi. Uyqu o'z vaqtida bo'lishi kerak. Nechida bo'lishi kerak uyqu deb o'ylaysiz? 11 da. Maksimum varianti 11, o'zi 9 dan 10 gacha, 11 gacha bo'lgan vaqtda uxlash kerak va uyqu vaqti 8 soatdan ko'p bo'lishi kerak emas o'rtacha yoshdagi erkak kishi uchun. Bu vaqtda shu 9 dan boshlab soat 5 gacha bo'lgan vaqtda erkak kishini erkaklik gormonlari norma ishlab chiqara boshlaydi va 5 da maksimal darajaga yetadi. Shuning uchun ertalabki ereksiya bo'ladi. Uyqu gormoni melatonin kechqurun 9 dan keyin 11 gacha bo'lgan vaqtda zo'r chiqadi. Ya'ni uxlab qoladi shu vaqtda shu gormon. Lekin 11 dan keyin telefon tutib o'tiradigan bo'lsa, televizor ko'radigan bo'lsa yoki ko'chada o'rtoqlar bilan gap sotib yuradigan, sizni chaqirib yuradigan bo'lsa, bu gormon parchalanib ketadi. Kelgandan keyin u uyqu haqida o'ylasa ham uxlolmaydi. Hozirgi erkaklarni, o'rta yoshdagi erkaklarning muammosi 11 dan keyin ko'chaga chiqib ketish va yuraveradi ko'chada. Nima qilayotganini o'zi bilmaydi. So'rasangiz, shu gaplashaveramiz, o'yin o'ynaymiz, kompyuterga boramiz, bilyard o'ynaymiz, rejim yo'q. Ikkinchisi bu nima dedingiz? Ikkinchisi uyquni? Uyqudan keyingisi? Uyqudan keyin вообще stress, charchoq va uyqu. Charchoq. Uyqu bo'lmagandan keyin charchog'i kelib chiqaveradi. Xuddi charchoq ketmagandek, lanj, bo'shashgan, hech narsa yoqmaydi, bitta ish oxirigacha olib borgisi kelmaydi. Shu ishiga ham bormasa, ishdan ham borib 1 soat, 2 soat uxlab olishga harakat qiladi. Charchoq ta'sir qiladi. Chunki charchagan erkak kishini tanasida mushaklar bo'shashgan, uni tanasida mushaklarni tarang qilib turadigan erkaklik gormoni past. Mushaklar bo'shashsa, a'zolarga qon bormaydi a'zolarga. A'zolardan bittasi jinsiy olat. Jinsiy olatga qon bormasa, u kanishni albatta u sekin bo'shashib, yaxshi turmasdan slab bo'ladi. Charchagan erkak kishi o'zi odatda aytadi, charchagan bo'lsam, ayolim bilan yaxshi aloqa bo'lmaydi. Slab turadi deydi. Bo'sh turgan uchun o'zimda ham uvernis, ya'ni ishonch topa olmayman. Stress bu hozir aktual mavzu. Erkaklar orasida stress, ayollardan to'layapti stress. Erkaklarda ishxonada stress, uyda stress, ko'chada stress. Uyda ayoli bilan kech kelgan uchun, ayoliga e'tibor bermagan uchun, ayoli bilan suhbatlashmagan uchun, gaplashmagan uchun, ayolining dardini eshitmagan uchun,
ayoli xohlagan narsasini olib bermagani uchun, ayoliga masalan oyda bir marta bo'lsa ham unga 1 soat vaqtni ajratmagani uchun, uni yaxshi ko'rgan narsasini olib berishiga pul bermagani uchun doimiy stress. O'shandan qochib yuradi. Borsa yana boshlanadi o'sha to'polon. Yoqmaydigan gaplari. Bolalarning muammosi, bolalarning maktabi, bog'chasi, chaqaloqni pampersidan tortib maktabidagi muammosigacha, majlisiga borishgacha ham vaqti yo'q. Stress chaqiradi. Unga ham vaqt topsa bo'ladi o'zi. Prosta ishxonada ko'p qolib ketadi. Ishxonaning o'zining muammosi bor. Ishxonada sotrudniklar bilan boshliq bo'lsa, qo'l ostidagilarni boshqara olmayapti. Boshliq bo'lsa, o'zining tepasidagidan gap eshitadi. Ruhiy zo'riqishga olib keladi. Qochib ketgisi keladi. Prosta boshqa davlatga qochib ketgisi keladi. Prosta uxlab olgisi keladi. Nima qilishni bilmaydi. Nima qiladi erkak kishi? Zararli odat boshlanadi. Chakadi. Yo spirtnoy ichadi. Yoki shunga o'xshagan stressni emas qiladigan ba'zi bir narkotik preparatlarni yoki tabletkalarni icha boshlaydi. Qisman yo'qolishi mumkin, no muammo hal bo'lmaydi deb bir. Yana stress bo'lib kelaveradi. Sigaretdan oddiy sigaret chekkanda stress ma'lum vaqtga 15 minut, 20 minutga qoladi, sababi sigaret tarkibidagi nikotin qon tomirlarini bo'shashtiradi, butun tanasiga qon boradi, yaxshi bo'ladi. U nikotin parchalanib ketadi-yu tanada. Yana tomirlar напряжение bo'lib, miyaga qon kelmaydi, asabiylashish, bosh og'rig'i, jahl qila boshlaydi erkaklarga, boshqasi yonidagi insonlarga. Stress psixogenniy erektilniy disfunksiyani ichida ham bor, fiziologический erektilniy disfunksiyani ham ichida bor. Ikkalasini ham keltirib chiqaradi stress. Faqat psixogenniy emas. Stressi bor odam aloqaga bo'lgan ishtiyoqi yo'qoladi. Misol uchun, uylanmagan yigit kishini desak, to'ydan oldin tekshirsa, qanaqadir infeksiya chiqib qoldi. Qattiq stress tushib qoldi. Ayolimga yuqtirib qo'yaman, aloqani bo'lar ekan, yaxshi bo'lib qo'zg'almasmikin desa, ertalabki ereksiya yo'qolib qoladi. Uylangan, yangi uylangan, farzandi bor erkak kishini desak, ishxonada prosta ishdan bo'shatib yuborishdi. Ishsiz, ish topa olmaydi. Ishi shunaqaki, o'qigan joyi hozir soha emas. Unaqa soha yo'q hech qayerda. Qattiq ishga boradi. Qattiq stress tushib qoladi, nida seks bo'lib qoladi. Ayol yopishsa ham qilgisi kelmaydi, chunki olat qo'zg'almaydi. Endi yoshi 45 dan oshgan, farzandlari katta bo'lib qolgan erkak kishi farzandi misol uchun oddiyroq, soddaroq aytsak, отчисление qilishdi institutdan. Katta udar-ku, shuncha pul tikdim bolamga, shuncha o'qitdim-da, lekin chiqib ketib отчисление qilib yuborishdi. Endi narkomaniya yoki boshqasini aytmaymiz, kasal yuqtirib olganlarni stressga tushib qoladi. Tushkunlikka tushgandan keyin bu ayoli ham yoqmay qoladi, bu o'zi bilan o'zi qobig'iga o'ralib olib, aloqa ham vashi chetda qolib ketib qoladi. Keladi shunaqa insonlar tushkunlikka tushib qolgan. Masalan, bitta vaziyat aytib beraman. Turkiyada ishlaydigan erkak kishi, 45 yoshli erkak kishi Turkiyada ishlaydi. 3 oyda, 6 oyda bir marta kelib turar ekan shaharga, Toshkentga. Shunaqa bo'lganki, u ayoliga yuridik ishlarni qilishga, uy mulklarni masalan o'zgartirishga pul jo'natib turgan доверенностьlar berganda, bir kuni kelsa, ayoli ham yo'q, uyi ham yo'q, mol hech narsa yo'q. То есть boyliklari yo'q. Sotilgan, uylar sotib ketilgan, hech nima yo'q. Mana tushkunlikka tushib qolgan erkak kishi mana shunaqa vaziyat. Shuni ta'sir qiladi erkak kishiga albatta. Charchoq, stress, uyqu, zararli odatlar, jismoniy harakat yo'qligi, ortiqcha vazn, semizlik ta'sir qiladi. Ta'sir qilmaydi emas, ta'sir qiladi. Mana shularni o'zini yo'qotilganda erkak kishida o'zgarish bo'lmasa, ana unda o'zi o'ylab ko'rsa bo'ladi, inyektsion yo'llarini masalan davolashi yoki tabletka ichishi yoki boshqa usullarni. Sog'lom erkak to'satdan erektil disfunksiyaga duch kelishi mumkinmi? Sog'lom inson to'satdan erektil disfunksiyaga uchrashi mumkin, agar unda qandaydir gormonal fon buzadigan yoki stress chaqiradigan uyquni o'z-o'zidan kam bo'lib qolishi hisobga kelib chiqishi mumkin. 1-2 marta omadsizlikka uchraganingizning o'zi xavotirga sabab beradimi? Agar erkak kishi aloqa vaqtida 1 marta yoki 2 marta, 1 oyda 1 marta jinsiy holati qo'zg'almay qoldi, bu kasallik degani emas. Bu o'tib ketadigan vaziyat. Keyingisi yaxshiroq, undan ham yaxshiroq bo'lishi mumkin. O'sha kuni siz charchagandirsiz, o'sha kuni siz uyquga to'ymagandirsiz, balki spirtli ichimlik ichgan vaqtidir. Bu qolishi mumkin. Balki ayoli masalan noto'g'ri gapirib qo'ygandir. Bo'lishi mumkin. 1 marta uchrasa kasallik emas. Muammoning eng ko'p uchraydigan sabablari qaysilar? Erektil disfunksiyaning eng ko'p uchraydigan sababi psixogenniyda qo'rquv, fiziologikda bu gormonal fon qonuniy buzilishi hisoblanadi. Shamollash kamdan kam. Erektil disfunksiyani tabletkasiz ham davolash mumkinmi? Sababidan kelib chiqiladi. Agar sababi masalan psixogenniy bo'lsa, ko'proq gaplashish, suhbat qurish, qo'rquvni yo'qotish, gipnoz qilish
bilan davolash mumkin. Agar gormonal bo'lsa, endi faqat vitaminlar berasiz, boshqa iloji yo'q. Birinchi etapni lecheniyani o'tmasdan turib, birdaniga boshqa etaplarga o'tib bo'lmaydi. Tabletkasiz davolash mumkin agar psixogenniy bo'lsa. Shifokorga qachon murojaat qilish kerak? Andrologga, urologga murojaat qilish kerak. Qachonki, hurmatli erkaklar, sizlarda 2-3 marta jinsiy holatni qo'zg'almasligi kuzatildi, bo'shashgan, yaxshi qo'zg'almayapti, ishtiyoqingiz pasayib qoldi, susayib qoldi, borgan sari vazningiz ortyapti, aloqaga bo'lgan xohishingiz pasaydi, ertalabki ereksiyalar yo'qolib qoldi. Mana shunda murojaat qilishingiz kerak. Bo'g'imlar va mushaklaringizda og'riq sezyapsizmi? Farsil qabul qiling. Farsil og'riq mutlaqo izsiz ketadi. Agar ereksiya kuchsiz bo'lsa-yu, orgazm bo'lsa, bu erektil disfunksiyami yoki shunchaki yosh bilan bog'liq? Savolga javob berish uchun, bu bemor o'zi agar shunaqa savol berayotgan bo'lsa, buni yoshidan kelib chiqib aytiladi. Yoshi kattaroq bo'lsa, bu ko'proq o'zini jinsiy a'zosi, urug'i sepadigan a'zolari shamollashda urug' tez chiqib ketib qoladi, keyin olat uxlab qoladi. Xolesterin baland bo'lsa, qon tomirlari yopilib qolgani uchun, qon yaxshi bormagani uchun olat uxlab qoladi. Hozir savolda ereksiya past, lekin urug' chiqib ketyapti degan savolda, to'g'rimi? Ha, ereksiya kuchsiz, lekin orgazm bor. Bor. Ereksiya kuchsiz bo'lishi mumkin, orgazm amalga oshishi ham mumkin. Bu qon yaxshi kelmayotganligidan ko'proq. Yaxshi qo'zg'almayapti holat. Bu masturbatsiya qilayotgan bo'lishi mumkin bu erkak kishi, ya'ni to'laqonli ereksiyani kutmasdan chiqarib yubordi. Bu yaxshi qo'zg'almadi, majbur erkak kishi tiqib yubordi. Tushib ketdi, chunki ancha saqlamagan bo'lsa, urug' otilib ketadi. Shuni hisobiga bo'ladi. Jinsiy yaqinlik paytida ereksiya yo'qolishi me'yor hisoblanadimi yoki bu alomatmi? Bu ham xuddi haligi savolingizga o'xshagan ekan. Javobi, agar bir marta takrorlansa, ko'proq e'tibor bering, vaziyatni, obstanovkani, bitovoy условияni, xonani, qorong'imi, yorug'mi, issiqmi, sovuqmi, ayolingiz tayyormi, yo'qmi, o'zingiz tayyormisiz, yo'qmi, shularni hisobga olib to'g'rilashga harakat qiling bir marta uchragan bo'lsa, ya'ni olat uxlab qolgan bo'lsa. Lekin bir necha marta takrorlanayotgan bo'lsa, demak, hammasini idealni qilib qo'ydingiz, lekin baribir yana keyingilarda ham shunaqa bo'shashyaptimi olat? Demak, uje seriozli muammo bor. Unda uje androlog murojaat qilish kerak degan. Erektil disfunksiyani to'liq davolash mumkinmi yoki bir marta sinsa tamom deb aytsa bo'ladimi? Yo'q, bir marta agar erkak kishini hayotida bir marta holati yaxshi qo'zg'almay qolishi mumkin. Bu tabiiy holat. Bu problema emas, bu kasallik emas. Chunki bu erkak kishi ishxonada urushib kelgan bo'lishi mumkin, oylik olmagan bo'lishi mumkin, xotini bilan bir soat oldin urushib olgan bo'lishi mumkin, charchagan bo'lishi mumkin. Ichib olgan bo'lsa ham yaxshi ereksiya bo'lmaydi, spirtni ichgan bo'lsa ham. Bir marta bo'lsa hech narsa emas. Yaxshi uxlab tursa, o'zi kelib qoladi. Lekin doimiy takrorlansa 2-3 marta, demak, qanaqadir jiddiy muammo bor. Bu muammoni hal qilish uchun seryozni относиться qilish kerak bunga va mutaxassisga uchrash kerak. Erektil disfunksiyaga qarshi barcha badlar quruq gap ekanligi rostmi yoki ular orasida ishlaydiganlar ham bormi? Yaxshi savol berdingiz. Hozir bad juda trendga chiqib ketgan. Qaysi birini ichish kerak odam bilmaydi ham, qaysi davlatda, qaysi firmani ichishini ham bilmaydi. Ichadigan bo'lsa ham ishlaydi, qachonki masalan haqiqatda stressga tushgan bo'lsa, haqiqatda uyqu kam bo'lsa, haqiqatda testosteron ozgina pasayayotgan bo'lsa, ishlaydi badlar. Afrodiziaklar ishlaydi. Magniy o'sha yoki vitaminlar ichida magniy, vitamin E bular ishlaydi. Ichsa bo'ladi. O'sha kerakli doza belgilangan. Masalan uchun oddiy magniyniki kunlik dozasi 400 mg. Kichkina dozada ichsa ta'sir qilmaydi. Kattaroq dozada ichish kerak. Magniy juda yaxshi ta'sir qiladi. Albatta mutaxassis bilan albatta gaplashganda. Chunki bilmaydi qanaqa dozada ichishni mutaxassis aytadi. Erektil disfunksiya bu faqat boshda degan fikr mavjud. Psixika ereksiyani sindirish qanchalik haqiqat yaqin? Erektil disfunksiyani tegi faqat shu psixologiya hisobiga deyish ham noto'g'ri. Bir xil insonlarda masalan qon tomirlarida muammo bo'lsa, u siz gipnoz qilib qo'rqmang deb qo'ysangiz ham yaxshi holat qo'zg'almaydi. Masalan, saxar diabet bor, umuman qon yaxshi kelmaydi jinsiy holatga. Borgan sarida birdaniga emas. Bularni soha bo'yicha to'g'rilash kerak. Ya'ni fiziologik tomondan to'g'rilab berish kerak. O'sha qon tomirlari operatsiyasimi, qandli diabetni yo'qotadigan operatsiyalarmi, bo'lmasa yaxshi bo'lmaydi. Quruq gap bilan tuzalib qolmaydi. Nima uchun ba'zi erkaklar 70 yoshgacha jinsiy qobiliyatini saqlab qoladi, boshqalarida esa 30 yoshida barchasini ishidan chiqadi? Bu ham bir boshida aytdim-ku, 35-40 yoshgacha erkak kishida psixogenniy erektil disfunksiya uchraydi deb. 50 yoshdan keyin fiziologik. 50 yoshdan keyin
70 yoshda nimaga olat qo'zg'alishi saqlanib qoladi desangiz, bu erkak kishi o'ziga 50 yoshdan e'tibor bera boshlaganda, shu umrini yarmini yashab bo'lgandan keyin zararli odatlarning yo'qligi, tashagan hamma sigaret chekishlarni. Hozir so'rasangiz 10 ta chekadi bir kunda bitta odam. Jismoniy harakat saqlab qo'ygan, uyqu o'z vaqtida, jinsiy a'zolarida qonlashni yaxshilaydigan Kegel mashqlarini qiladi. Mana buni ko'pchilik bilmaydi, qilmaydi ham. Zerikadi, xohlamaydi. Mana shular hisobiga ularda saqlanib qolgan. Shuning uchun 70 boylar, 80 boylar tug'ilgan. Ya'ni to есть bor hali ham. 70 yoshida ota bo'lgan. 30 yoshda tushib qolishi sabab uyqu yaxshi emas, chekadi, stressga tushsa, sportga vaqti yo'q. Ekologiyadir. Endi ekologiyani o'zi havo yaxshi emas, toza emas, chang, bu hisobiga uxlolmaydi kechasi, uyqusi buziladi, ta'sir qiladi hammasi. Ichishlar, batlar, GMOlar deganim, GMO mahsulotlarni iste'mol qilish ta'sir qiladi. Spirtli ichimliklar va sigaretlar potensiyaga ta'sir qiladimi? Vahsha yomon ta'sir qiladi. Juda ham yomon ta'sir qiladi. O'zim chakmayman, ichmayman, shuning uchun любой odamga aytaman, tashagin, chakishi, ichish tasha. Ta'sir qiladi bu holatingga. Jinsiy mana 100% erkak klubimizda shunaqa mavzularni tez-tez takrorlab turamiz. Chunki tez-tez erkak kishiga masalan aytib tursangiz, eslab qoladi-da, shu narsani qilmoqchi bo'lganda, bu zarar-ku deydi, qilmaydi. Bir marta aytsangiz esdan chiqib ketib qoladi. Klubda doimo mana sigaretni ichida nikotin qanaqa ta'sir qilishini, uni nechta chakkanda qanaqa ta'sir qilishini, tezroq tashlash yo'lini o'rgatamiz, aytamiz, challenge'lar o'tkazib turamiz. Sigaret ta'sir qiladi odat turishiga. Spirtli ichimliklar ichida spirtnoy da awareness oshadi, ichganda zo'r bo'ladi, tashlash vaqti cho'ziladi. Преждевременный эякуляtsiyani qisman ularni o'zi mustaqil ravishda davolash yo'lida. Lekin vaqtinchalik. Olat yaxshi qo'zg'almaydi. Spirtli ichimlik ichish tavsiya bermayman, ta'sir qiladi. Pivo desa estrogenlar oshib ketadi, pivo ichadigan bo'lsa, aroq ichmayman desa. Boshqa spirtli ichimlik hammasi ta'sir qiladi. Mumkin emas. Nasha ham ta'sir qiladi, marixuana ham. Bilib qolamiz, rahmat. Ereksiyani yaxshilash uchun sport bilan shug'ullanish mumkinmi? Mumkin. Endi vazni katta inson bo'lsa, u charchaydi, bir 3 kundan keyin hansirab qoladi, qila olmaydi. Mumkin, hammasini to'g'ri qilish kerak. Vazni katta bo'lsa, oldin vaznni to'g'rilab olish kerak. Qon aylanishini yaxshilash uchun sport bilan shug'ullangan yaxshi, lekin to'g'ri sport bilan shug'ullanish kerak. Mana bugun bitta patsient keldi, "Men sport bilan shug'ullanaman, lekin yaxshi qo'zg'almayapti" deydi. Chunki uje qon tomirlarida muammo kelib chiqqan, qon tomirlari yaxshi ishlamayapti, olatga yaxshi qon kelmayapti. Sport bilan shug'ullangan kunim yaxshi bo'ladi deydi, shug'ullanmasam yomon bo'ladi deydi. Endi sport bilan shug'ullanib turib aloqa qila olmaydi-yu. Sportni noto'g'ri shug'ullanayotgani ma'lum. So'raganda aytdi o'zi, nima? Og'ir ko'taradi, juda og'ir ko'taradi. 60, 80, 100 kilogacha ko'taradi. Bu noto'g'ri sport. Bu lyubitelskiy to'g'ri kelmaydi bu. Yaxshisi o'sha kardio mashqlarmi, intensivniy, intensivniy trenirovkali mashqlarmi, yugurishmi, suzishmi yoki meshok urishmi, velosiped minishmi yoki ot minishmi, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, juda zo'r ta'sir qiladi. Plus yana Kegel mashqlarini ham qilish kerak. Chunki doimo ishlaydigan erkak kishi ulgurmaydi sportga chiqishga agar vaqt ajratmasa. Uyda ham qilsa bo'ladi. Sovet davrida ertalabki fizkulturalar bo'lgan. Hozir ertalabki fizkultura yo'q, hamma ishga ketadi sas. Jinsiy aloqa qanchalik tez-tez bo'lishi kerak? Bir oyda o'rta yoshli erkak kishi uchun 21 ta aloqa bo'lishi kerak. Lekin bunaqa qila olmaydi erkak kishi. Qachon xohlasa, xohish paydo bo'lsa, qilgani yaxshi. Xohish paydo bo'lsa, yo charchaganman, cho'ta xotin tayyor emas, qachon cho'milib chiqadi, men o'zim tez bo'shanish uchun spessiv olishim kerak degan narsa yoki tabletka ichib olishim kerak degan narsani o'ylash kerak emas. Xohish paydo bo'ldimi, qilish kerak. Har 3 kunda 2 marta, 3 marta aloqa bo'lgani yaxshi. Shifokorga qachon murojaat qilish kerak? Potensial muammolar bilan murojaat qilishdan qo'rqadigan yoki tortinadiganlar bo'lsalar, tavsiyalar qanaqa bera olasiz? Beldagi og'riqlar ishlaringizga xalaqit bersa, Farsil qabul qiling. Farsil og'riq mutlaqo izsiz ketadi. Hop, agar muammo kuzatildi, mana shunaqa bo'lyapti, yaxshi qo'zg'almayapti, ertalabki ereksiyalar pasaydi yoki yaxshi emas, slabiy, aloqada yumshab qolyapti, bo'shashib qolyapti, yaxshi qon kelmayotgandek muzlayapti, his qilyaptiki, shu yaxshi qo'zg'almayapti, o'zini erkinligini his qila olmayapti. Shunaqa vaziyatda tushkunlikka tushmaslik kerak. Birinchi navbatda mutaxassis topish kerak, androlog, urolog topish kerak va borib gaplashish kerak. Bittasidan qoniqmadimi, ikkinchisiga borsin. U bilan gaplash. Undan qoniqmadimi, uchinchisiga borsin. Gaplashib, ularning o'rtacha fikrini qabul qilib, nima muammoligini bilib oldimi, keyin unga o'sha yordamini so'rasin. Tabletkami yoki psixologическийmi? O'zi 3 tada o'zi ma'lum bo'ladi. Bor psixologik bo'lsa borgin psixiatrga deyiladi, psixoterapevtga. Tushkunlikka tushish kerak emas, yo'li bor hammasini.
Erkaklar so'rashdan qo'rqadigan uyatli, bahsli va taqiqlangan savollarimizga o'tamiz. Voy, nechta ular? Yana 4 tasi bor. Aytavering. Xo'p, hozir biz erkaklar ko'pincha tarmoqlarda anonim tarzda beradigan savollarni ko'rib chiqamiz. Agar u pornografiyada turgan bo'lsa-yu, lekin qiz bilan bo'lmasa, bu diagnozmi? Bunaqa holat uchraydi, ayniqsa masturbatsiya bilan ko'p shug'ullanadigan yigitlarda porno film ko'rganda yaxshi qo'zg'aladi. Proses boshlanganda, aloqa qiz oldiga kelganda holat qo'zg'almaydi, ya'ni zavat bo'lmaydi. Agar o'zida boshqa shikoyatlar bo'lmasa, masalan, ertalabki ereksiya yo'qolib qoldi demasa, demak psixogen nima, psixiatrga borish kerak bo'ladi. Psixoterapevtga borish kerak, kechirasiz. Psixoterapevtga borish kerak bo'ladi. Haddan tashqari ko'p masturbatsiya ereksiyani o'ldirishi mumkinmi? Yo'q, haddan tashqari masturbatsiya qiladigan inson bu onanizm bo'lib qoladi. Onanizm bilan shug'ullanayotgan. Bu insonning hayolida faqat shu jinsiy olatini qo'li bilan yoki boshqa joyga ishqalab, tezroq shu orgazm olsa. Unga qiziq emas, ayol kishini erkalash, ayol kishini o'pish yoki quchoqlash yoki uni o'sha qiniga olatini tiqish degan narsa qiziq emas o'sha. Va shuning uchun bu shunaqa vaziyatga tushdimi, ayol kishini oldiga kelganda uni olati qo'zg'almay qoladi. Shuning uchun ko'p masturbatsiya qilish onanizmga olib keladi. Onanizm ruhiy tushkunlikka olib keladi va olatni turmasligiga olib keladi, kasallikka olib keladi. Yangi qiz bilan jinsiy aloqadan keyin ereksiya yo'qoldi. Xo'sh, bu nima degani? Qiz boshqami yoki buning sababi erkakdami? Agar oldingi qizda yaxshi bo'lsa, bu qizda yaxshi qo'zg'almagan bo'lsa, ayol kishi tomonidan qizning ko'rinishi, gap so'zi, tayyormasligi aloqaga yoki qanaqadir manfiy nimadir gapirgan bo'lsa, misol uchun hali aytib o'tdim, jinsiy holati kichkina ekan deganda, shunga o'xshagan narsa degan gap bo'lsa, pozitiv emotsiyalar bo'lmasa, qiz tomonidan bu ta'sir qiladi o'g'il bolaga. Va o'g'il bolada psixogen ereksil disfunksiya kuzatilishi mumkin. Bir marta kuzatilsa, bu kasal degani emas. Yana bir marta keyingisida kuzatilsa, bu kasallik bo'lib qoladi, psixogen ereksil disfunksiya bo'lib qoladi. Oldingi savolingizga mos, 100% klubda, 100% erkak degan klubda masturbatsiya bilan shug'ullangan erkaklarni masturbatsiyani yo'qotuvchi challenge o'tkazamiz. Ertalab hammasi joyida, kechqurun sherigi bilan esa yo'q. Nima bo'ldi? Demak, bu psixogen ereksil disfunksiya bo'lishi mumkin. Ertalab yaxshi hammasi turyapti, masturbatsiya vaqtida ham turayotgan bo'lishi mumkin. Ayoli o'qmayapti, ayolning ko'rinishi, ayolning gap so'zi, ayolning tayyormasligi, mana vaziyat bo'ladi. Boshqa ayolga borsa zo'rda, uydagi ayol bilan yaxshi emas. Uydagi ayoldan tashqaridagi ayolda hamma holatlar bor. 5 da, 5 da bo'lib ketgan, 7 da desa ham bo'ladi. Uyda 2 da bunaqasiga ovoz ham yo'q, ingrashlar, stonat qilishlar yo'q. Shunaqa narsalar yo'qligidan erkak kishi zerikadi. Yana o'sha ayolmi degandek reaksiya past bo'lgani uchun ereksiya yaxshi bo'lmaydi. Doktor, ochiq gapirganingiz uchun katta rahmat sizga. Siz kelganingizdan juda ham xursand bo'ldik. Shunaqa juda ham qiziqarli podkastimizni o'tkazib berdingiz. Bizani obunachilarimizga qanaqa maslahatlar berishingiz mumkin? Chaqirganingiz uchun rahmat. Yana keyingi podkastlarga ham chaqirasizlar degan umiddaman. Bugungi mavzu juda aktual mavzu. Undan keyingi mavzular topilsa, masalan, savollar bersa, chaqirishingiz mumkin. Hurmatli erkaklar, bizani ko'rayotgan erkaklar diqqatiga. Agar sizda jinsiy olat yaxshi qo'zg'almayotgan bo'lsa, bu sizga berilgan jazo emas. Buni yo'li bor. Va sizga eng beradigan 3 ta tavsiyam bu uyquni o'z vaqtida qiling. Jismoniy harakat doimo bo'lsin. Oddiygina ertalabki 11 minut ham yetadi jismoniy harakat. Va zararli odatlarni yo'qotadi. Pro salomatlik podkastimizni ushbu soni ishonchim komil ko'pchilik uchun qutqaruv bo'ladi. Mabodo shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, marhamat, uyalib yurmang. Pastda videoning tagida kontaktlarimizni, bizning klinikani adreslari berilgan bo'ladi. Murojaat qilishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.